Bugungi mavzumiz hayot sinovdir, sabr najotdir. O'z joniga qasd qilish yechim emas. Assalomu alaykum, hurmatli opa-singillar, aziz birodarlar. Bugun yurakni og'ritadigan, ammo ko'p aytilishi kerak bo'lgan bir mavzuda suhbatlashamiz. O'z joniga qasd qilish va umidsizlik. Bugun oramizda jilmayib yurgan, lekin qalbida yomon fikrlar bilan kurashayotgan insonlar bo'lishi mumkin. Nega yashayapman? Men kerak emasman. Hech kim meni tushunmaydi degan fikrlar kimlarnidir o'ylantirayotgandir. Lekin hayot bu sinov. Og'ir bo'lsa ham bu sinovdan faqat sabr va iymon ila o'ta olamiz. Alloh taolo Qur'onda deydi: Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar. Albatta Alloh barcha gunohlarni mag'firat qilur. Az-Zumar surasi 53-oyat. Va yana Alloh taolo Qur'onda deydi: Albatta insonni biz yaratganmiz. Uning nafsi nimani vasvasa qilishini ham bilurmiz va biz unga jon tomiridan ham yaqinmiz. Qof surasi 16-oyat. Demak, qanday holatda bo'lsak ham Alloh bizni tark etmaydi. U bizni ko'rib turibdi, dardimizni eshitib turibdi. Faqat bir daqiqa sabr qiling. Bir sajdada qalbingizni oching. Men ham bu dunyoda og'ir sinovlardan o'tganman. Bir paytlar yuragim ezilgan, ko'zlarim yoshdan to'lgan. Ammo bir sajda meni ko'tardi. Bir duo qalbimga taskin berdi. Bilasizmi? Ba'zida bir sura, bir oyat, hattoki bir oddiy Alloh menga yetarli degan so'z butun ruhiy quvvatimizga aylanishi mumkin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytadilar: Musulmon kishiga o'zini o'ldirish haromdir. Demak, bu tana bizga omonat. Uni o'ldirish emas, asrash kerak. O'z joniga qasd qilish bu hayotga emas, Allohga qarshi chiqishdir. Har qanday qiyinchilik vaqtinchalikdir. Alloh sabrlilar bilan.